Assalomu alaykum. Bugungi amaliy ko'nikmamiz vena tomirlari kateterizatsiyasi. Bizga kerak bo'ladi steril stol, shpris, jlut, bint, angiokateter, natriy xlorni 0.9% ga eritmasi, paxta, 70 gradusli spirt, qaychi, leykoplaster va qo'lqop kerak bo'ladi. Birinchi toza qo'llarimizga qo'lqop kiyamiz. Endi qon tomirga yaqin joyidan kateterni gorizontal holatda suqib olamiz. Kateterimizdan qon kelayotganini ishonch hosil qilib, jigutni yechib olamiz. Jigutni yechib olmasak, qon tomiridagi bosim ostidagi qon bizga sachrab ketishi mumkin. Steril holatda turishi uchun bint bilan bog'lab qo'yamiz. Qo'yilgan angiokateter 3 sutka muhlatdan keyin olib tashlanadi. Olib tashlash uchun fiksatsiya qilingan bintni yechib olamiz. Spirtli sharikchani kateter o'rniga bosgan holatda sekin chiqaramiz. Bilan Central Asian Medical University talabasi Vaqqos va Shohsanam bo'ldi. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni sizga taqdim etishda davom etamiz.